Assalomu alaykum. Mana birinchi operatsiyamizni yakunlab oldik. Ya'ni umurtqa pog'onasi skolioz kasalligi, idiopatik skolioz. Bemorimiz 13 yosh. Navoiy viloyatidan bugun o'tkazdik. Operatsiyamizni 3-4 kundan keyin kontrol rentgenlarini qo'yib ko'rsatamiz. Operatsiyamiz necha soat bo'ldi, Ma'mun aka? 4 soat davom etdi. Bu katta operatsiya, hajmi katta operatsiya hisoblanadi. Ya'ni umurtqa pog'onasi to'liq bu yerda transmitga fiksatorlar bilan korreksiya qilinadi, ya'ni to'g'irlanadi. Imkon boricha maksimal to'g'irlanadi va avtosuyaklar qoldiriladi. Spondilar des qilish uchun. Bemorimizni 5-6 kundan keyin turg'izib, yurgizib, bemalol sizlarga ko'rsatamiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Mana bu qo'yilgan cho'plar holati. Mana shunaqa cho'plar qo'yib chiqiladi. Beldan to ko'krakning yuqori ko'kraklargacha qo'yib chiqiladi. Hammangizga e'tiborlaringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling. Navbat tikish jarayonida domla Ulug'bek shogird